Bugungi videoda turmush qurishdagi yoki uylanishdagi kuzatuvlar haqida insho o'qiymiz. Yoshlarga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Uylanmagan, turmushga chiqmaganlarga. Bu insho Parallel muhit yopiq Telegram kanalidan o'qib berilyapti. Kommentariyaga yozsanglar silkasini tashlab beraman. Muallif ruxsatlari bilan o'qib beraman. Opisiyaga ham silkani qoldirib qo'yaman. Agar qoldirmagan bo'lsam, bemalol o'zingizlar o'tib kommentariyaga yozsanglar tashlab beraman. Parallel muhit botda bemalol shu bot orqali bu kanalga kirsanglar bo'ladi. Unda boshlaymiz. Bir guruh talabalar bilan uchrashuvda o'tirgandim. Qiziq savol berib qolishdi. Qanday odam bilan turmush qurish kerak? Javob berishdan qochishga harakat qildimmi, o'ylab qoldim. 20 yoshlik paytlarimda men ham shunday maslahatga muhtoj edim. O'shalardan ba'zilariga amal qilib yutqizmadim deb o'ylayman. Inshoga mavzu tanlashda shu savol sababchi bo'ldi. Bugun kimga uylanish yoki kimga turmushga chiqish haqida maslahatlar bo'lmaydi do'stlar. Zero bu maslahatlarni insho muallifidan emas, hikmatli bobo-buvlarimizdan olgan yaxshi. Bugun turmush qurishdagi kuzatuvlarim haqida gaplashamiz. Maslahatda bu borada o'sha o'zingizda bobo-buvlaringiz yoki o'zingizda atrofidagi kattalardan olganingiz yaxshi, chunki ular sizdan kelib chiqib oilani qadriyatlaridan kelib chiqib maslahat berishadi. Maslahatlar berish, kimlar maslahat olish haqida ham insho bor bu yerda o'qigan edik oldingi videolarda. Unda kuzatuv, birinchi kuzatuv, dunyo qarash. Ajoyib tabiatimiz bor. O'tirib o'ylab ko'rsak, biron jiddiy masalada qachon fikrimizni o'zgartirganimizni eslay olmaymiz. Qachon oxirgi marta o'ta yomon ko'rib yurgan odamimizni yaxshi ko'rib qoldik. Qachon oxirgi marta kuzatishni umuman istamagan blogerimizni kuzatishni boshladik. Qachon oxirgi marta foydali deb o'ylagan ishimiz befoyda ekanligini tan oldik. Bunaqa hodisalar hayotda kam bo'ladi. Shuning uchun ham balki Charli Menger o'z fikrini o'zgartira olishi o'zining eng kuchli qobiliyati ekanligini aytgandi. O'zimizning fikrimizni o'zgartirishga qiynalamiz-ku, boshqalar fikrini o'zgartira olamiz deb o'ylaymiz. Mana shu illyuziya sarob bilan turmush ham quramiz. O'zgarib qolar, yaxshi ko'rgan ovqatimiz, mualliflarimiz, seriallarimiz haqida fikrimiz oson o'zgaraveradi. Bular shaxsiyatdan yiroq, statusga bog'lanmagan fikrlar. Dinga, oilaga, siyosatga, rahbarlarga, pulga, mehnatga bo'lgan qarashlarni o'zgartirish qiyinroq. Bular haqidagi fikrning o'zgarishi o'zini xorlagan his qilish bilan kechadi. Dunyo qarashlari tushmaydigan odam bilan turmush qurib qiynalganlarni ko'p ko'rdim. Bittasi faqat sayohatu dam olishlarni xohlasa, ikkinchisi uyim joyim desa, bu oilani uzoq muddatda muvaffaqiyatini ko'rish qiyin. Biri pul yig'ib o'z ishini olmoqchi bo'lsa, o'z biznesini ochmoqchi bo'lsa, ikkinchisi yig'ishdan emas, sarflashdan mazza qilsa, haftalik janjallar kafolat deyavering. Biri bolani o'qitaylik deydi, ikkinchisi chiqib ishlasin deydi. Nafaqat oila, farzandning ruhiyati ham mort bo'lib qoladi. Amerikaliklarda qiziq statistikani ko'rib qoldim. 10% dan 40% bo'lgan amerikaliklar boshqa millat bilan turmush qurib ketyapti. Eng boylardan bo'lgan Zuckerberg xitoylik, Murdoch xitoylik, Bezos meksikalik ham boshqa millatdagilar bilan yashab yurishibdi. Shu vaqtning o'ziga atigi 4% amerikaliklar boshqa partiyadagi millatdoshi bilan turmush qurishga rozi. Mana shu 4%ning yarmidan ko'pi ayni vaqtda baxtsiz yashamoqda ham. Yoki hindlarni olaylik. Germaniyada yashovchi hindlarning 5% nemislar bilan turmush qurishgan. Hindistonda yashovchi hindu va islomga e'tiqod qiluvchilar orasida bir-biri bilan turmush qurish foizi atigi 1%. Ya'ni dunyo qarashni boshqacha bo'lganlar bitta millatdan bo'lsa ham 99% holatda turmush qurishmayapti. Dunyo qarashi bir xil bo'lsa,
millatning ham ahamiyati qolmayapti. Fikrdosh bo'lish millatdosh bo'lishdan ustunroq bo'lib chiqyapti. O'zbek bo'lib turib Xudodan qo'rqish, katta oila, tejamkor ro'zg'or, konservativ siyosat, qattiq mehnat tarafdori bo'lsak, xuddi shuni xohlaydigan yapon bilan ham baxtli yashab keta olamiz. Xudodan qo'rqmaslik, kichik oila, to'xtovsiz xarajat, liberal siyosat, minimal mehnat tarafdori bilan esa yashashga qiynalamiz. U odam qo'shnimizning qizi tagi toza o'zbek bo'lsa ham. Ikkinchi kuzatuv. Hakam kim? Futbolchilarning stadionni bir-birlarining oyoqlarini sindirib yuborishdan nima to'sib turadi? Ya'ni nima uchun oddiy futbol Amerika futboliga aylanib ketmaydi? Bilmaganlar uchun eslatma. Amerika futbolida raqib ustiga chiqib, uni ezib o'tirishga ruxsat bor. Asosiy sabab hakam. Futbolchilar uchun eng qo'rqinchli voqea o'tkazib yuborilgan gol emas. Mana bu qizil kartochka berish. Haydovchilar radar jarima qiladigan tezlikgacha bosishadi. Bokschilar hakam to'xtatmagunicha uraverishadi. Imtihonda ko'chirishdan aksar odamni kuzatib turgan hakamlar to'sib turadi. 1977-yilda Nyu-Yorkdagi 25 soatlik elektr o'chishi oqibatida bir kunda 1600 dan oshiq do'kon o'marilib, 1000 dan oshiq joy yoqib yuborilgandi. Jinoyatchi ko'pligidan qamoqxonalarga joy qolmagandi. Qamoqxonalarda hakamlar yo'qligi odamlarni o'zidan chiqarib yuborgan edi. Ya'ni videolar, kameralar ishlamasligi. Hakamlar harakatlarimiz chegaralarini belgilab beradi. Bizga hukm o'quvchi tashqarida bo'lsa, u ketishi bilan o'z holimizga qaytamiz. Uzoq vaqt yolg'iz qolganlar kim ekanliklarini ko'rib, o'zlari ham hayron qolgan bo'lsalar, ajab emas. Hakam ichkaridan bo'lsa, u doimo biz bilan. Chegaralar ham doimiy. Hakami tashqarida bo'lganlar bor. Ular odamlarga yoqishga harakat qilishadi. Yoqish uchun prinsiplar, harakatlar, fikrlar qurbon beriladi. Ichadiganlar bilan o'tirib qolsa, ichib qo'yadi. Bekorchilar bilan bo'lganda g'iybatga qo'shiladi. Yomon ko'rmaslik uchun yolg'on gapiradi. Yomon ko'rinmaslik uchun yolg'on gapiradi. Bir qismi endi yigitlarga tegishli. Bu qismi endi yigitlarga tegishli. Hakami tashqarida bo'lgan qizlarning belgisi bor. Qoshlarini terish, tor kiyish, ko'p bo'yanish. Odam o'z qoshlarini ko'rmaydi. Terish og'ritadi. Tor kiyim noqulay bo'ladi. Uzoq bo'yanish vaqt oladi. Bugun odamlarga yoqish uchun og'riq, noqulaylik, vaqt isrofiga rozi bo'layotganlar kelajakda odamlarga yoqish uchun erga yoqishni qurbon qilib yuborishlari katta ehtimol. O'zi tengdoshlarimda ham xuddi shuni ko'rdim. Maktabimiz, institutimiz havasida yuradigan qizlar bor edi. E'tibordan xursand bo'lishar edi chamanda. Hozir aksari bolalari bilan qizlik uylarida o'tirishibdi. Sinfning bir chekkasida borligi bilinmay yurgan qizlar esa o'z oilalarida baxtini qurishyapti. Tashqi belgilarga qarab xulosa qilaveramizmi? Odamning dili pok bo'lishi mumkin-ku, e'tiroz bildiradi kuzatuvchimiz. Mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Ovqatim zaharli bo'lish ehtimoli 30% bo'lsa ham yemagan bo'lardim. Hayotimni zaharlash ham shunday. Tashqariga qarayotganda men tashqariga qaramayapman. Axir Sakandariy hazratlari aytgandilar. Tashqari ichkarining belgisi deb. Yana ikkita kuzatuv haqida keyingi videoda davom ettiramiz. 3 va 4 kuzatuvlarni keyingi videoda o'qiymiz. Bemalol keyingi videoga o'tib ko'rsangiz